Jigarlarim, jigaringizdan aziyat chekyapsizmi? Jigaringizdan xavotirdamisiz? Biz sizga o'yda tekin maslahatimizni tavsiya etamiz. Bir palla oshqovoqni olasiz, so'kmalkadan chiqazasiz. Shundan bir pela oshqovoq so'kiga bir osh qoshiq toza asalni qo'shib ichasiz. Ertalab nahorga va kechqurun yotadi. Qarab turibsizki, jigaringizda tiqilmalar bo'lsa, toksinlarda shikastlanish bo'lsa, tozalaydi, filtrlaydi. Qolaversa, o'zimizni tabiiy giyohlardan tarkib topgan tabiiy giyohlarimizni tavsiya etamiz. Jigaringizda sirroz, asid, gepatit kasalliklaridan aziyat chekayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda Oromi jigar tabiiy giyohlarimiz bor. Shundan sizga tavsiya etaman. Qorinda suv to'plangan bo'lsa, yoki jigarda qotish bo'lsa, mana bu jigar sirroz, asid kasalliklariga qarshi tabiiy giyohlarimizdan tavsiya etamiz. Mana bu yerda 18 xil giyohdan tarkib topgan yurg'uncha tabiiy giyohimiz bor. Jigar sirroz, asid, gepatit kasalliklari, barcha kasalliklarga filtrlovchi, tozalovchi tabiiy giyohlar. Mana bu yerda tarkibida giyohimiz bor. Buni ham sizga tavsiya etaman. Bu giyohimiz 14 xil giyohdan tarkib topgan tabiiy giyohlar. Bu yerda gormonlik, antibiotik giyohlar yo'q. Hammasi tabiiy giyohlardan tarkib topgan jigar sirroz, asid kasalligi. Mana bu yerda darmoni jigar, qorindagi suv, asid kasalliklar. Jigar sirroz eng oxirgi etapda ichiladigan tabiiy darmoni jigar giyohlarimiz. Shulardan siz olib iste'mol qiling. 30 ming, 40 ming dollarga pul sarflab Hindiston yurmaysiz. Qarab turibsizki, 3 oy davomida shu giyohlarimizdan iste'mol qilsangiz, jigaringiz toza, filtrlangan, sog'lom jigar bo'ladi. Qolaversa, shu videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, jigar sirrozdan aziyat chekayotgan do'stingiz, og'ayningiz bo'lsa, shu videoni tarqatib qo'ying, tanish-bilishlaringizga tarqatib qo'ysangiz, biz sizdan xursand bo'lamiz. Shu videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga shirin so'z, izhorlaringizni yozib qo'ying, biz sizdan xursand bo'lamiz. Bizga obuna bo'ling, siz uchun kerakli tekin maslahatlarimizni berib yuramiz. Kanalimizdagi eng so'nggi va siz uchun foydali bo'lgan yangiliklardan xabardor bo'lishni